Bugungi omadli ishtirokchimiz Furqat aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Mana biz kafedan ovqatlar yedi va omadli ishtirokchiga aylandi akamiz. Aka, yashik ichida qimmatbaho sovg'amiz bor. Mana shu yashikni ochmasligingiz uchun sizga 200 ming beraman aka. Nima deysiz? Lekin ichida qimmatbaho sovg'a ham bo'lishi mumkin yoki pomidor ham chiqib qolishi mumkin lekin. Qiziqishga o'ynab ko'raylikchi aka. Ochmasligingiz uchun mana yana 300 ming beryapman. O'sha 500 ming bo'lyapti aka. Bir qiziqishga o'ynaylikchi. Xo'p aka, mana shuni ochmaylik, mana yana sizga 300 ming qo'shyapman, 800 ming bo'lyapti aka. Sen pulga sotib olmaysan. Yo'q, mana 500 ming qo'shyapman, 1,5 million so'm bo'lyapti aka mana. Pul bilan aldolmaysiz aka. Yashikka o'ynaveramiz aka. Xo'p, qarang mana, oxirgi pulim mana 2 million so'm bo'lyapti aka. Yo'q, sandiq. Voy. Yo, ochamizmi? Ochamiz aka. 2 million olib ketursangiz bo'lardi ekan. Hayajonli daqiqalar 1, 2, 3. Redmi telefon. Do'stlar, ko'rasizlar, gap bo'lishi mumkin emas. Birinchi kunda mana Redmi telefonimiz o'ynaldi do'stlar. Bu yerdan mashinaning kaliti, iPhone, любой qimmatbaho sovg'alar shu yerda bo'ladi do'stlar endi. Furqat aka mana ko'rdinglar, telefon yutib oldi. Men sizni tanimayman, to'g'rimi? Mana klient bo'lib keldi. Endi keyingi ishtirokchini aniqlab berasiz, aka. Mana yerda polni mana yozib tashlab ketganlar. Klientlarimiz ichidan ochib bittasini tanlang, aka, любой bittasini. Mana hammasi haqqoniy ko'rasizlar do'stlar mana. Kim ekan? Qani? Keyingi ishtirokchimiz Sherzod aka. Sherzod 86 34 7 mana. Keyingi ishtirokchimiz aynan mana shu inson bo'ladilar. Sherzod aka, biz sizga svязga chiqamiz. Kelib o'yinda ishtirok etishingiz mumkin. Qimmatbaho sovg'alarimizni yutib olishingiz mumkin lekin do'stlar.